bugun o'zingiz bilan o'sha ilmga bo'lgan muhabbatni yoki kitobga bo'lgan mehrni qanchalar qilsangiz, hayotingiz davomida juda ham asbob. Talaba degani bu ziyoli yoshlarimizning ziyolilikka qo'yilgan, demak, boshlang'ich qadam degani. Muhtaram yurtboshimiz aytganlaridek, bir qizni o'qitsang, butun bir jamiyatni o'qitgan bo'lasan. Jamiyat ongli bo'lsa, demak oilada millatimiz kelajagi bo'lgan farzandlar barkamol voyaga yetadi. Biron bir istak, tilak, muammo, ishlaringda bironta bir taklif, nimalaring bo'lsa, biz tayyormiz eshitishga. Aytinglar, takliflarni yozib olib ketaylik. Bino tumanidanman. Men dastlab birinchi kursman va shu kungacha ingliz tili xalqaro sertifikat, milliy sertifikat, o'zbek tili sertifikatlar yig'ib, mana shu yerga grant asosida talabalikka tavsiya etilganman shu yili.